Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'sha Ascraft bugun biza juda ham mashhur bo'lgan 4 ta serverda o'ynaymiz. Siz o'tganlarda ham ko'proq serverda o'ynayapman videolarda. Biza hozir ko'rgan bo'lsanglar, biz mana shu 3 ta serverdan bittasida o'ynaymiz. Hozir biza mana bu serverda o'ynaymiz. Bu kim bilsa PvP Craft Survival serveri. Bu PvP serveri, ya'ni Skyward serveri, bu Bedwars serveri. Biz hozir mana shu Survival Craftga kiramiz. Video qiziq bo'lsa, albatta videoni boshlashdan oldin videoga like bosib qo'yinglar. Bu bizlar uchun juda ham muhim. Bosgan bo'lsanglar videoni boshlaymiz. Qani 3 sekund vaqt. 1 2 3 ketdi. Do'stlar, biz nikimizni kiritganmiz. Parolimni ko'rsataman. Xo'p, do'stlar, mana bir nima qilib ochib oldim. Mana do'stlar ko'rtirsizlar deyapman. Bu mana kuchliroq akkauntim. Bizda full almost broniya sehrlangan, o'sha kutyapsizlar. Mana kuchli odamligim, ya'ni 3-levelmiz. Juda ham kuchli level, lekin pulimiz uncha yo'q. Ishlash qilmaydi. Zato biz katta levelmiz. 4-leveldan keyin katta shaxtalarga kirsa bo'ladi. O'sha uchun sizlarga asosiy akkauntimni beraman. Serverda o'ynaydiganlar uchun sizlarga boshqa serverda o'ynaydiganlar uchun sizlar bu serverni tavsiya qilaman. Juda ham zo'r server. Kirsanglar zo'r bo'ladi. Hozir men sizlarga bu serverni ancha tanishtirib chiqaman. Qaranglar, qancha narsa bor. Hali 6 olmayam bor. 58 ta. O'sha bildirsizlar bu serverda qanaqa odamligimni. Bu serverda ko'p komandalar bor. Deyin yaxshi ishlayapti. Chatga bo'layveraylik. Chatga yozdim. Mana o'zi B6 men o'ylashimcha parolimni ko'rsatmagan yaxshiroq bo'lsa, akkauntimga o'ndan ko'proq odamlar kirib ketishi mumkin. Xavfli bo'lishi mumkin. Hozir Vart degan komandani ko'rsataman. Bu komandani kim bilmasan o'rganib olinglar. Men hozir bu yerga Vart parkurni bossam, parkur zonasiga teleport qiladi. Mana ketyapti teleport. Mana kim ko'rtasi teleport degan yozuvi. Teleport qiladi parkur. Altli tilda yozilgan. Mana bizlar hozir parkur joyimiz. Bitta bossak. Bak bo'lsa kerak. Mana bitta parkurdan sakrasang bo'ladi. Zo'r parkur. Yo'q, o'tgan qaysaydi. Parkurlar ham bor. Turay. Bu bakmasa sakrasa bo'lar ekan. Yomon qo'yapti. Yelimiz. Do'stlar, tushundinglar, serverda hamma odam pul keladi. Bitta PvP'dan emas, PvP Craft serveriga o'xshab yoki Bedwarsga o'xshab bitta Bedwars emas. Bu yerda bir 50 ga yaqin narsadan pul keladi. Xo'sh, yana serverda nima bo'ladi? Spawnga boraylik-chi. Do'stlar, spawn kimdir turgan ekan-da. 2 kun yashagan ekan. Biz 2 kun yashaganimizni hattoki bilmadim. Survival qilamiz do'stlar. O'sha qilsak ham teleport qilib oldim. So'ng kirga qanaqa kirk edi? Effektivnisi kichcha, kuchli ekan. Kimono tapor.
Hozirda hozir do'stlar bu nima deb yozdim. Mana mashdagi hamma videoga tushdi. Xo'p, xolasizlar sizlar ham tushishingiz mumkin. Bilasizlar qanaqa qo'shilishi. Hamma bilsa kerak deyarli. Birinchi yurishda foyda dara ham yo'q. Var mayin qilamiz unda. Mayin qilamiz. Ya'ni bu yerda kim tushungan bo'lsa, bu yerda avtoshahtalar ham bor. Mana avtoshahtamız. Bu yerda boshqacha yozilganmi? Shu yerda hammalar videoga tushishga degan gapni kammi jim bo'lib qoldim chatda. Kim siz shuni hozir chat to'lli yotdi. Bitta odam yozmay qoldi. Bitta o'p kelgan 5 ga sotaman deydi. O'p kelsa ekan lekin. Sekin buzotdi, bu tushdan kirkilar dirillatib buzib tashlaydi. Chachayin. Xabar qaraylar bizga qancha berishini. 300, 200. Shuncha xabar beryapti. 1000 debman. Shular atrofda. Afsuski bizda 41.000, ya'ni 41.000 xabardan keyin biza shu yilga chiqqan mizok kim ekan? Nega menda yozular bunaqa g'alati ko'rinyapti? Kim bu mizok? Kim bo'lsa ham. Nima qilgan bo'lsa ham bo'ldi. Hammasi o'tib ketdi. Aytdim, shu super kekalar bor, qilib biz shuni. So'ch yuborasiz. Nima qildi Turkiyada bo'lsa? Plyoscha. Yosh kerak. Kerki sotmoqchidan qarasam cho'zmasa. Hozir yaxshiyman. Xo'p do'stlar, men mana shu polni ko'la tashadim. Bu ko'laga narsalarimizni biz nima qilamiz? Kim bilsa yangi serverlarda buni qaysi sandiq qilib sotib yuboradi. Bizda esa bunaqa narsa bor. Tushundinglar уже. Eng mazza ish faqat chat to'lib ketadi. Bu qachondir? Mana timbre bor. Do'stlar, kötü. Mana turli ingliz tili qilajak yozuvlar rasmga ko'rinyapti. Tushunmadim. Nima u hozir biznikidami? Bu o'ziga. Kim bildi ozgina yozuvlar o'zgarganini? Nimaga o'ylashing kerak? Menga bilindi. Men nasıl o'ylarim shunaqa? Chunki bunaqa emasmi, bunaqa. Kerakka sotinglar demoqchidim, yana 1 kilo esimga tushib qoldi. Keyin do'stlar, men kirkani qayerdan olgan deyishlar mumkin. Men buni o'zim olmaganman, eshitishni sotib olganman. Visin degan bratdan sotib olganman. Visin degan bratning magazinida sotib olganman. Kim bo'ldi? Kasada o'ynayapti, o'chota. G'alati ko'rinyapti. 20 kun yashab, 20 kun yurish. Yana shaxta. Xo'p do'stlar, kimga yana shu server kerak bo'lsa, men buni albatta videoda ko'rsatishim kerak, shart. Bu hozir portlarni ko'rsataman sizlarga. Port, IP adres hamma narsasini ko'rsataman. Sizlar bu ko'rsatishim uchun albatta videoga like bosib qo'yinglar. Xo'p do'stlar, bu server IP portlari. Bu nima deb yozish farqi yo'q, qashi. Amonolar eng muhimi. Bu port bronlari anchagina o'zgaradi. Masalan, botga s.bbcraft deb yozasizlar, keyin .ru. Mana shu porti bo'ladi.
albatta serverga kirib qo'yinglar. Serverda hozir 70 taga yaqin odam o'ynash kerak. Har kuni 30 ta o'ynashadi. Keyingisi mana portga kirsak, ana uni 1 qilib qo'yamiz. 32 turganini 1 qilib qo'yasizlar. Mana shuni yaxshilab eslab qolinglar. Let's go. Bu server menda bor, shuning uchun shunga menda yaratilmaydi. Mana o'sha menda bor. O'shanga sizlarga tavsiya qilaman. Do'stlar, shu videomiz 10 minut bo'lib qolibdi. Bu videoni tugatamiz. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan skrap bo'ldi. Videoga like va obuna bosib qo'yinglar. Bo'pti.